Assalomu alaykum hurmatli aziz kuzatuvchilar, sizlar bilan Usta Bahromjon kanali. Bugun Andijon viloyati Madaniyat tumanida yana bir obyektimiz ish jarayoni ketyapti. Ko'rib o'zingizlar baho berib berasizlar. Ikki og'iz ustalar bilan suhbat qurib qo'yaylikchi. Hormanglar usta akalar. Charchamayapsizlarmi? Qalay bo'lyapti ish jarayonlar? Ha, charchamanglar. Mana hurmatli kuzatuvchilar, o'zingizlar ko'rib turibsizlar, usta akalarimiz issiqda demay ishlarni go'zal qilib olib borishyapti. Shuning uchun bittadan mehnatini qadrlagan holatda bittadan like, comment bosib ketinglar. Xudo xolisa hozirda ishlarimiz vodiy bo'ylab bo'lyapti. O'zbekiston bo'ylab ham ishlar qilinaveradi. Agarda ishimiz 300 kvadratdan oshiq bo'lsa, pulini kelishilgan holatda chiroyli qilib borib tugatib beramiz. 1 kvadrat tunika fon xizmat narximiz 130 ming so'mdan bo'lyapti. 1 kvadrat tunika rasxod xizmatimiz. U 130 ming so'm ichiga labo xizmati, lesa, usta haqqi, samarez, reyka, ya'ni shunga o'xshagan har xil turdagi ketadigan xarajatlarni ichiga oladi. Xudo xolisa o'ta ham go'zal qilib haligi ustalar tilida aytgandek podключен deb beradi-yu, u tashqi usullar bo'ladi. U uyda egasini ovora qilib, uni aber, buni aber degan gap so'z bo'lmaydi. Xudo xolisa mana ishimizni ko'ryapsizlar. Usta akalarimiz sindirishga ishlashyapti. Yana kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu pastda chiqqan nomerlarga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Sizlar bilan Usta Bahromjon kanali bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.